Stent nima? Sizni yaqin insoningizga yo bir tanishingizga stentlash amaliyoti tavsiya qilindi. Xo'sh, bu qaysi kasalliklarda tavsiya qilinadi va buni kelib chiqish sababi nima? Bu haqida bugun gaplashamiz. Bu videoda maqsad meditsinaga aloqasi bo'lmagan odamlarni stentlash amaliyotini va uni qanday o'tkazilishini oddiy xalq tilida tushuntirib berishga harakat qilamiz. Yurak qon tomirlarini suv quvurlari deb faraz qilib olsak, yillar davomida u yerga yog'lar, axlatlar to'planish natijasida quvurlar tiqilishi, to'rayishi mumkin. Endi bunda santexniklarimiz yordam beradi. Odam organizmida esa qon tomirlariga ham yog'lar to'planishi mumkin yoki xavfli tromblar to'planishi mumkin. Bunda intervension kardiolog mutaxassislari stentlash amaliyotini tavsiya qilinadi. Xo'sh, bu qanday ishlaydi? O'sha tiqilib qolgan axlat, deylik yog' to'qimasi qon o'tishiga xalaqit beryapti. Ya'ni yurakni qon bilan ta'minlanishini buzyapti. Bunda odamlarda qanday shikoyatlar kuzatiladi? Jismoniy harakatda tush ortidagi zo'riqishning og'riqlarning paydo bo'lishi, achishuvchi og'riqlarni jag' ostiga, chap qo'lga tarqashi kuzatiladi. Bundan tashqari hansirash, yurak o'ynashi kabi shikoyatlar ham uchrab turadi. Xo'sh, bu kasalliklarni qanday bartaraf qilish kerak va qanday aniqlashimiz kerak? Xo'sh, bu kasallikni qanday diagnostika qilishimiz mumkin? Hammamiz bilgan EKG tekshiruvlarimiz bor. Agar ulardan olingan ma'lumotlarimiz yetarli bo'lmaganida biz kardiografiya tekshiruviga murojaat qilishimiz mumkin. Ushbu tekshiruv butun dunyo bo'yicha zaltoy standart hisoblanadi, chunki koronar tomirlardagi barcha o'zgarishlarni aniq-tiniq o'z ko'zi bilan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kardiografiya tekshiruvi tugadi. Bemorga stentlash amaliyoti tavsiya qilindi. Xo'sh, stent nimadan iborat va nimadan ishlab chiqarilgan? Stentning tarkibi kobalt va xrom qotishmasidan qilingan bo'ladi. Stentning tashqi qoplamasi dorili qoplama hisoblanadi. Bu organizm bilan bitta bo'lib ketishga yordam beradi. Ko'pchilik bemorlarimiz savol beradi, qo'yilgan stentimiz yurib ketmaydimi, chiqib ketmaydimi yoki bir qattiqroq qilsam qimirlab ketmaydimi? Yo'q. Bemorlarga qo'yilgan stentlar umrining oxirigacha qoladi va tomirni ichiga o'sib kirish, ya'ni tomirni ichida qolib ketish xususiyatiga ega bo'ladi. Atayin mana shuning uchun stentlarimizni ustki qismida dorili qoplamasi mavjud bo'ladi. Videomiz tushunarli bo'lishi uchun bitta bemorimiz misolida ko'rishimiz mumkin. Bemorimiz bizga o'tkir koronar sindrom bilan kelganlar. Ko'rib turishingiz mumkin, bu tomir o'ng koronar tomir hisoblanadi. Bu yerda to'rayish bor va bu yerdan okklyuziya deydi bizda, tromb tiqilib qolgan. Ya'ni bu qismga qon o'tmayapti. Bemorga stentlash amaliyoti tavsiya qilindi va ikkita stentdan so'ng koronar qon tomiri qon oqimi tiklandi. Ko'rib turishingiz mumkin. Videodan xulosa qilganimizda, stent bu oddiy temirdan tayyorlangan metall emas, meditsinskiy tibbiyot metallaridan tayyorlangan moslama ekanligi, to'g'ri qo'yilgan stent va shifokor tavsiyalariga amal qilinganda bemorning yuragini qon bilan ta'minlanishiga yordam beruvchi moslama hisoblanadi. Kanalimizga a'zo bo'ling va albatta yuragingizni asrang.